Qanchaga sotildi aka? 30 ming so'm. 30 ming so'mga sotildi. Necha suti bor? 18 ta suti bor, 30 ming so'mga sotildi. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun chislo mana 9-mart 2025-yil bizda Spitamin Nov mol bozorini syomka qilib ketamiz. Aka hammasini olganmiz, hammasi bitta rolikda chiqadi. Chiqarolik kelsa bitta like-chani bosasizlar, padilitsa kommentariyani yozasizlar. Bizga kelib sizlarga mana mol bozorlardan, qo'y bozorlardan narxlarni aytib o'tamiz. Qo'ylar qanchaga sotilgan aka? 27,5 tushdi-da. 27,5 dan shu 6 tasa? 27,5. 2250 so'mda. 4 tadan. Ha, bu 4 tasa. Ha, bu ham qo'shilib bo'lsa kerak. Yo'q, ha, bu 4 ta 2250 so'mdan bular sotilgan mana qo'ylar. 2750 so'mlik barov foydan savdo shuda. Qanchadan bo'libdi? Qancha bo'ldi shu? Uch qorcha? Qancha oldingiz aka? 2050 zo'r. 1050 so'mda savdo shuda. Ba'da mana bozor bo'lyapti akalar. Kilo orasida bozorlarda bugun mollar siroqachilib olib ketaverasizlar. Qanchaga sotildi? Qancha? Bo'g'ozmi? Qisir. Qisir sigir 18 mingga sotilibdi. 8000 so'mda savdo shudasi. Bu qisir kilosi katta. Qancha bo'ldi? 15,5 ga sotilibdi ot. 10,000 so'mda savdo shudasi. Yo, u 18 bo'lgan mol. Ot 15,5 ga. Da'da bozor bo'laydi akalar, dalshi bozori ko'rsatadi. Sotilganlarni ham ko'rsatib o'tganmiz. Mana shu qo'ylarni ham ko'raylikchi. Inabarlar. Bular avdarash aka. Dalshi bozori ko'ramiz akalar bo'lsa. Qanchaga sotildi qo'ylar? 9 ming so'mga 5 ta. Ba'da navoz. 1000 so'm 5 ta do'stxon savdo shida. Ba'da yakalab bo'lsa bozorni ko'ramiz. Bozor zo'r bo'lgan. Vitamin Nov mol bozoridan akalar sotilgan semizdan osona qatoridan boshlab bugungi rolingizni bitta molli jinniski ekan 51 so'mdan sotilibdi. 810 kilo chiqqan jivoy bo'lsa. Qanchaga sotildi? 24 ming so'mga bunisi sotilibdi. 24000 so'mda minas savdoshdagi va yonishangi 50 aksiyoni jivoy savdoshdagi skidka bitkitga nes 810 kilo gramdagi. Lekin mol 810 chotk. Ha buni uydan mashina. 810 kilo chiqib bo'lmishlar. Nechga chiqdi? O'ylab qo'y yaxshi. Qanchadan bo'ldi? Neval qassob? Taroziga 48 ta. Necha kilo? Kilosini bilmayman. Ha, 48 so'mdan bu taroziga sotilgan. Bunisi. Uyda bor 2 ta. Chilhaji jivoy bes inash savdoshidagi bu 2 ta. To'g'ri 51 ming so'm. 496 kilo. 500 kilo ekanda to'rkan. 496 kilo. Shikolat sanga. Maytavali, hali yana 5 kilo go'sht berasan. Bu ikkitasi 51 mingga sotilgan. Tanjoya qazor so'mni dutta savdoshidagi, men a'lo. Bunisi 50 so'mdan tarozida sotilgan, bunisi 23700 ayolga sotilgan. Bitta kattagina navoz 50 so'mdan tarozida sotilibdi. Bu 660 kilo chiqqan. Bu ham yaxshi chotki ekan. Buni narxini bilmadim. 23,700 ga sotilgan. Bunisi 50 so'm. Ha, jivoy beska. Mana bu 51 ming so'mni paradi. Ikkitani. Mana bu hozir sotilgan, 48 dan sotilgan, 500 kilo chiqqan, 4 kilo ekan. Mana bu 51 dan sotilgan jinni navoz. O'zini ekan, boshi chotki ekan. Boshini boqilgan ekan. Bu 24 ming so'mga sotilgan. Bu semiz navosi siroq.
boqarmonni olib kelaverasizlar. Bag'da ham bo'g'ili savdo bo'lyapti, ularni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bo'lsa aytamiz, mana shu yerda. Nechi pul savdo qildi aka? 20 ming? 20 ming so'm bozor narxi qilyapti. 20 ta so'm bozor narxi qilyapti, anglasha. ming so'mga yo'q. Vayta mehnatda botdan ikkita ruzovoy olib kelgan. 41 ming so'm narx qilyapti ekan. Qamishni 23.700 so'm narx qilyapti bu aloni. Bu tarafi endi bilamiz. Qaysi biri savdo? 20.200 so'm savdo bo'lyapti. 20.200 so'm bozor narx xolos. Na'zo'r. Qaysi biri ekan aka? Uyam sarig'am. Qaysi bir savdo bo'lyapti? Hamma bu 23 bo'lyapti. Bergan yo'q, ha? Bu ikkitachi? 28. Unisichi? Ularni tarozgan bo'lyapti. Ha. Zo'rlik oldi. 23 ming so'm savdo qilyapti ekan bu. O'zini 28 ming so'm qilyapti ekan. Qancha o'tdi ekan? Bunisi narxi yo'q, lekin va chot shkalak o'tdi cho'g'da. So'u pardaga. Yigirma 6 ming so'm narx qilyapti mana mashinasi. 26,000 so'm pochkashkida meni narx kirosi bu. Nodi o'zini bor. Aytda kamardan ikkita kiyganda uni aslida ko'rsatib o'raylik. Qani yaxshilar? 49 ming so'm savdo bo'lyapti. Bu bilan mana olamiz. Tam ikkinchisi. Buni 51 so'mdan живой виски narx qilyapti. Greenford 50 yaksa buni живой виск bozor narx kirosi bu. Bular zo'r bilas 500 kilodan chiqarilgan. 51 dan qilgan aka. 51 dan? Ha. Qancha qildi buni? Buni o naryoqda bilmayman qanchalik qilyapti. Ha, bilmaysiz-a? Nechi pul savdo qildingiz? Bilmayman. Ha, yo'q. Bularimiz 23.700. Bu 41 ming so'm ikkita mehnatobod, ruzovoy. Qancha sotildi bu? Bilmadik. Qancha doktor bu? Tamam, sen bilasan. Ha, qancha bo'lyapti? Bu pas qilyapti. Yo, zapis qilib shuni. Ha, zapis bo'lyapti. 17 ming qilyapti shuni ovasi. Shuni ovasi 17 ming qilishyapti. Ancha pastda qilyapti. 17 ming so'm bozor narxi qilyapti. Qara. Ha. O'zi qancha pul olmoqdir bu. Bu qancha sotilmoqmi? 25 ming. Zo'r. 7 ming so'mga bunisi yo'q, bu yondagi 25 ming so'mga sotilgan. 25,000 so'mga mena savdo ishligi. Yo'qshaga 70,000 so'm bozor narxidamiz. Aloya. Mana 20,000 so'm narxidagi. Bu polda mana semiz zavoslar avjida. Bu tarafda boqmalar, sirazi boqmalarni ham qatoriga o'taylik. Nima o'ylayapti? Nechi pul savdo qiladi aka? 10 ming. 10 ming so'm bozor narxiga mana shu. 10,000 so'm bozor narxidagi. Zo'r. Qancha g'ayrat aka? 14 ming. Qashqacha 200 kam 14 ming so'm narx qilyapti. Bu soat so'm ham 14,000 so'm bozor narx qilyapti. Yaxshi, bu sal haqiqatda yaqinroq 10 ming so'mni oldim. Shuni savdo? Yaxshimi aka? Qaysi bir savdo aka? Bizniki tomosha. Ha, tomoshami? Sizlar Tamam, gapni. Narxini bilmaysizlar buni? Bo'ldi, gapni. Yoshni ko'rsating. Hozir ko'rsatamiz.
Bularni egalari uka avtochamonlari. Aka bu necha pul narxi? 10 ming. 10 ming zamon narxi shuni avtochamonlar. Shu pakonni tillab ketgan tovoq. 10,000 so'm bozor narxi kelganmish. Bu qancha urdi? Qancha urdi? Bunisi? Buni bilmaysan? Ba'murisini 14,100 so'm narxi qilgan ekan. Cho'rda hazor satsam berasizlar. 12 mingdan tepa namosi olib boqsa bo'ladigan qotida endi. Qisir qancha bo'ladi ekan? Oxun qasobdan so'raysizlar. Qancha qilyapti oxun bu? Qirg'iz tomonidan taroziga, oyog'iga 17,5 ming so'mdan oxun qasobdan savdo qiladi. Qisir sigir, chilesi tarozi hafta 1500 pochkashqati bozor narxi qilamiz. Men xunojim biroz, xunojim chaq. Qancha So'rab aka? 12,800 zo'r. 9,800. Oqtepaniki. Sigir qilishga so'ragandi. Qancha savdo qildi? 12,200. 12,200. 12,200 aka. 12,200 so'm. 12,200 ga yo'q. 9,000 so'mmi ne? Baqi G'unojin bozor. G'unojin bozori ko'ramiz endi. Qancha pulnaki? 11,5 ming. 11,500 so'm. Yozda 1500 bozor narxi kerak. Yaxshi pul bo'sha. Nech pul narxi aka? Nech pul narxi qildi? 10,800 da 1800. 10,800 so'mga berishgan yo'q. 200 kilodan oshib chiqadi. Endi puli ham shunga to'g'ri bo'ladi. 40 so'mdan oshib chiqadi, shug'uni o'jini olib boqishga. Red kilit yo'ldan kam chiqib olmasa. Kurkatdan ketdi mana. Bu qandoqsiz? Ha, kamlamosiz. Siz yaxshi bizimiz. Rasm beramidingiz? Nech pul savdo qilyapti buni? 12,5. Bu tuqqan yo'q-a? Zo'cha. 12,500 so'm. Kurkatdan mana. 12,500 so'm bozor savdo qilgan, bu ham bergan yo'qlar. Dalsha olib borib o'qsa ham bo'lardi. Mayli. O'zingiz tushmadingiz bu. Mayli, ko'rsa ko'rar. O'g'irlaganingiz yo'q-ku bu. Ketdi-da deydi. Bu qo'ychilar nima olib ketdi bu qo'ychilar? Bering mashina bering. Bu odam narsa qattiqdi. Qattiqmas Narsa qattiqdi bu odam. Salom alaykum. Qancha qilyapti G'unojiningiz? 11,200. Bering. Biza qo'ygan bu odamda. Nimaga berish qattiq? Baraka topganmiz, bering. Rasm olib tashlab. Ha, rasmga olaman bu odamni. 11,200 so'm mana. Kozil qo'ychi, Andarsoy. Zo'r. Buni nech pul qildi? 89. Yaxshi, 8,900 so'm. Satgan 10,000 so'm. Qancha sotildi? 38,5 ma tarozi. Ha, qisirmi bu? 38,5 so'mdan taroziga sotildi. CH turmi tarozi savdosidagi. Plastos bilan. Xolos. Ketdi. Qancha? 9,5? 9,500 so'm. 10,500 so'm bozor narxi bo'lsa. Buni uchun baribir foyda. Bu qancha bo'lyapti ekan? Bu nech pul bo'lyapti aka? Qancha? 8,20 deymiz. Qaytdiki? Navdi o'ziniki. 8,000 so'm bozor narxiga berishgan yo'q. Buni o'zincha. 8,000 so'm bozor narxi degan mana. Qancha bo'ladi ekan? Ikkita parda turibdi ekan. Qancha qildi? 11,600. Uchi? 11,600 so'm o'sha oluvchini bozor narxiga berishgan yo'q. Hayda, videoga chiqib qolmasin. Internetga narxini bilib qo'yishadi odamniki. Buni nech pul narx qildi? 88. Qancha qilyapti? 88 narx.
8800 so'm ha. To'q andos. Yaxshi. Qancha bo'ladi? 12 ming. Ha, yaxshi. 12 ming so'm bozor narxiga bu. Yaxshi zo'r bo'ladi. Ba'da mana maydalar. Maydalarda odam sirop. Maydalarda nimaga? Qancha bo'ldi bu? Qo'ylarni sotdingizmi? Qanchadan? Qanchadan sotdingiz? 16,5. Men sizga nima dedim? Uni o'ytirib bering dedim, bermadingiz. Buni qancha qilyapti? 6,5. 6,5. 6500 so'm bozor narxi qilyapti. Tushdingiz aka? Ha. Dimitrov. Bor Dimitrov. 10 ta solig'i bor edi, boqmacha ulardan savdo qilsam bermadi, 6,5 dan 3 bozor aylantirib ochib sotib yuboribdi bola. Maydacha qancha bo'ldi? 35. 35 bunojina? Bunojincha 3,5 ming so'm. Qancha qildi aka? 66 ham? 76 ham? 2650 so'm. Yaxshi. Qancha sotildi? Qancha sotildi? 8400 so'mga sotilgan. 8400 savdo. Bular qancha o'tdi? Qizilliqlar. Uchtasi paraganda bular. Qizilliqlar qanchadan sotildi? Siz qancha bo'ladi? Ammo 8 da bo'lganda, 8 bo'ladi. 8 buchun. 8. Примерно 8 dan sotilgan deyapti. Zo'r. Shu buni ham turishiga 8 ming so'm narx qo'shadi. Buni o'jim bu. 8000 so'm pochkash ketib bozor narx qo'yasiz. Bu tarafda mana ko'rkatdan keyin parodalar. Ikkita sotilgandi 31,5 ming. Ikkova 31,5. Bu ittiga sotildi, u ikkovi 31,5 ming. Nomer bor. Bularni qanchadan narx qilyapti? Bular qanchadan bo'ladi? 16,5 dan bular narx qilyapti 3 tasi. O'yla 4 tasini narx qilaydi, 4 ta sotilib ketdi, nomer ittiga. Zo'r. Davri ko'rchasi ham bor ekan. Bular qanchaga sotildi? Qancha qilyapti? Qancha qilyapti? Unisi-chi? Bitta xalosmi? 10600 so'm. Qora novvoschani bozor narxi bor. 10,300 so'm bozor narxi kerak. Tamam aka, qaysi birini olib kelasiz? Bumi? Nech pul narx bo'ladi? Novvochcha? Xolos bo'ldi. Egasi. Bu tamom tushmaydi. Qancha bo'ladi novvochcha? Ha, 76. 76. Ha. Mol bozorini syomka qilib, endi qo'y bozoriga ham kelib oldi akalar. Rolikni oxirigacha ko'ringlar. Qo'y bozorini aslarga egalaridan narx-navolarni bilib aytib o'tamiz. Bu yerda avval parvoda yana balla sog'liqlar bilan bitta katta qo'chqor ekan aka. Qo'yni ham parvodasi bo'ldi. Mana 28 ming sog'liqlarni narx qilyapti. Qo'chqori o'zini 7 ming 8 ming narx qilishyapti. Mana. Ha, shuni balladi ekan bu maydalar. Bittasi ikkita tuqqan ekan. 28,000 so'm mana Qarsesha ocha-bacha narx qilib, Qo'chqori xuddi shu 7,800 so'm bozor narx qilib. Barcha endi Qo'chqorlashadi. Avval baroda boqaydigan tanishiga tezda jo'natib qo'yamiz roligini. Mana Qo'chqori bilan sotilyapti mana. 28 ming 8 ming o'zini qo'shib olasizlar, yana 4 ta qo'zicha bor. Ishkina qancha qildi aka? 1850, 1900 so'm bozor narxiga. 1850 so'm, 1900 so'm ocha-bacha bozor narxiga. Bu qancha bo'lgan aka? 450 so'm. Erkak urg'ochimi? Erkak 450 so'm. Bu yoqda yana enavallar. Qanchadan bo'ladi enavallar? 4200 qilyapti, 3300 qilyapti. Bucha ikkovi. Bular qisir. Bular qisir. 300, 300. Ona balan narxini aytishdi. Bu ina balam aka? Ha. Balar nima?
Erkak urg'ochi. Qancha qildi ikkovini? 58. 58 a? 3000 dan qildi qarib. Biri erkak, biri urg'ochi. 5800 so'm bozor narxiga. Mana shu ikkita ina bilan. 58 bozor narxidagi bitta ochi-bacha, bachosh yaktash bo'ldi, yaktash nar. Va yo narxi so'ybash bitta guzash. Bo'ldi, lavzi. Qancha bo'ldi? 35. 35. Sen qancha savdo shu? 35 zo'r. Necha kunlar qilib biladi? 14 da ko'taraqchi. Erkak urg'ochi? Bitta urg'ochi, bitta erkak 3 ta urg'ochi. Ha, 1400 so'mdan ko'tara narxigan. Bitta erkak 3 ta urg'ochi. Yakta nar seta moda. Chorday bozor narxidagi. 1400 so'mdan. Ina bala qancha o'tdi ekan? Qaysi biri? Mana shu 3 ovda. 11 bo'ldi. Masha 1 2 3 4 5 6 tasi. 6 ta qo'yni 11 ga berishadi. 11 ming so'm mana shu. Ina bala yonda bitta qisiri ham bo'shamadi. Ya 3 ta qo'yga 3 ta bala. Yozda 1000 so'm seta o'cha bacha. Savdoshon puxta ishlaydi. Qisirlandingmi? Bu qisirmi bilan? Qisirmi bilan? Ballari olmi? Ha? Qanchadan narx bo'ldi? 3.5 dan. Ha, ko'tara 3.5 dan bozor narxlari degan ballari oyda qoralar. Mana ham ballari ular qanda. 3500 so'mlik o'chib-ochib bozor narxida. Hafta budas. Inavalla qatoriga o'tib qolmizda biz. Qancha bo'ldi bu? 32 tami. Qo'chqormi? Sog'liq, qisir. Qisir sog'liq. 3200 so'm. Qo'chqorda bu yaxshi. Tusoq. 8200 so'm. Sog'liq qisir. Bozor narxi beradi. Buni qancha qildi? 3.5. 3500 so'm. Buni narxi. Bu ham qisir chamonli. Ballar nima? Urg'ochi. Qancha qildi ikkovini? Bilmadim qancha qildi. Ha, narxi aniq. Qaysi savdo bo'ldi? Qancha? 67. 67. Ha, sotildimi? 6700 so'mga sotilibdi ikkita oyna bala. 6700 da savdo shudagi. Bachosh hadusha moda. Ballari ikkovi ham urg'ochi. Katta-kattalar hisobidan 6700 so'mga sotilgan. Bu oynaga 5800 so'm bo'layotdi. Bundan ballari kichkinaroq. İnalarni iti ballari oldi. Tarafta strichka uçqorlar. Qandoq siz aka? Qancha narx qildi bularni? 17-18. Uçqora bari. 1700-1800 so'mdan. Shu bugungi qo'zilar. Qancha bo'ladi? Salom alaykum. Ikkovi. Zo'r. 5000 so'm mana ikkalasini berishgan yo'q. Ikkita qo'chqor. Andarsoyniki. 5000 so'm har shu bozor narxi. Bu nechta bo'ladi ekan bular? Qaysi bir aka? Mana shu bu. Mana bu aka 4 ta bor-ku. 2.5 dan savdo bo'lyapti. Bu bilan 4 ta. Ha, mana bu kattarog'i 28. Ha, buni 28. Nomerda ham o'qib qo'ying. Necha? 92 976 92 976 92 57. 92 57. Adres qayerda? Adres shu. Nonuzda. Bunisi 28, qolgan 4 tasini 2.5 dan bozor narxida. Telefon nomeri aytdi egasi, kerak bo'lsa mana telefon qilib mana variantlarni so'ra olasiz. Bo'ldi, adres Nonuzda. Qancha qildi bu ikkovini? Ikkovini. Ikkovini 38 qo'y. 27 qo'y. 2700 so'm, 3800 so'm. Ikkita qo'chqor bozor narxiga. 100 ta hafiz CH bozor narxiga. Bozor tarbon qancha o'tdi? Odamlar ham ola. Bo'ldi gap yo'q. Bu qancha qildi buni? Ha, bo'ldi gap yo'q. Buni o'qiganlarda buni egasi ko'rib qoladi.
Qancha bo'ldi ikkitasi? 46, 41. 41, 46. To'rmi 600 so'm, to'rmi 100 so'm. Katta qo'chqor bor. Kelinga beradigan. Qancha qildi? Buni 5 minglar. 5 ming. O'zini 5 ming so'm. Qancha zo'r so'm o'ynashi. Avval qanchadan sotildi ekan? 26 dan bo'ldi mashina. To'rra va 26 dan sotilgan. Qo'chqor bor. Yaxshi. Uylasa kerak ketdimmi? Zo'r. Barakasini bersin. Bu necha pullar qildi? 41. 4100 so'm. Semiz qo'chqorlarda shunaqa gaplar akalar. Like, podpiska, kommentariyani bosib olasizlar. Bizga kelib sizlarga bozorlardan shunaqa narx-navolarni aytib o'tamiz. Qo'y bozor, mol bozor